Jamshid stiling yetimi ha? Nomi nima bu stilni? Bugundan keyin meni Jamshid Varabskoy Pro Max deb chaqiring yoki bo'lmasam Skromniy Tarakan desangiz ham bo'laveradi. Jamshid nima bo'g'iyapsan? PUBG o'ynayapman. Hayotimga aralashmay. Hayotingga oyog'imi o'zingcha seriozniy bo'lib qolsanmi? Jipiriq, nima telefonda o'ynayapsan PUBG'ni? iPhone 15 Pro da o'ynayapman, lekin jicha qizib ketyapti bu iplos. Cooler olsammikin, nima deysiz? Nimcha yonib ketdi bu telefoning. iPhone da ham o'yin o'ynaydimi, jinni? Ha, o'la e'tirof bilganimda senga iPhone da o'rniga yangi chiqqan Red Magic 11 Pro da zakaz qilgan bo'lardim. PUBG qiroli bo'larding, Jamshid. Voy, asal. Sardor aka shunaqa telefonlar bormi bu hayotda? iPhone dan ham kuchli shekiliga bitta og'zaki obzor qilib beringchi, qiziqib qoldim. Tanish Jamshid, 3-noyabr kuni dunyo bozoriga Red Magic 11 Pro sotuvga chiqdi. G'irt iplos telefon. Telefonda displey AMOLED 144 Hz. iPhone'ingdan ancha tezroq. Bu tezligi bilan radarga tushib qolmasanglar bo'ldi, Jamshid. Ya budu jit, Varabskoy. Telefonda batareykasini gapirmasam ham bo'laveradi. Tindirmasdan 10 soat o'yin o'ynasang bemalol yetib beradi. 7,5 mAh. Tushunyapsanmi, Jamshid? 80 vatli zaryadga qabul qiladi. Besprovodnoy ham 80 vat qabul qiladi. Vo xorami, iPhone'ingni xoram yoshdan qo'yadi, Jamshid. Bu telefonda prosessorini iPhone'ing ko'rib qolsa yig'laveradi, ishonaver. Snapdragon 8 Elite Gen 5 vashe mont qilib Bu telefon PUBG'da 120 ochadi. Agar 144, 165 FPS lar chiqadigan bo'lsa, birinchi bo'lib shu telefonlarga beriladi. Antutuga keladigan bo'lsak, iPhone 7 Pro Max zo'rg'alatdan 2,5 million ball yig'adi. Bu telefon bo'lsa 4 million 200 ming ball yig'adi. Anqayma mol, senga gapiryapman, tuppoy. Ha, tushundim, zo'r gapiryapsiz. Telefon o'zini o'zi sovutmaydi, muzlatib bilan tashlaydi. Telefonda alohida o'yin uchun triggerlari bor. Hattoki bu telefon GTA 5 da ham bemalol o'qiydi ekan. Tushunyapsanmi, Jamshid? Aka, shu telefonni olib keltirib, живой obzor qilaylik. Jamshid, agar seni muxlislaring bir haftada shu videoda podдержка qilib, laykini 100 mingta qilib yuborsa, shu telefonni olib keltiramanda o'zing obzor qilib berasan obunachilaringga. Mau deb. Tushundingmi?